29-avgust kuniga narx-navolarimiz bilan tanishamiz. Ilon-ota filialidan aloqaga chiqamiz. Keljigar ko'rsatasan. 25 ming so'mdan Afrikani, apelsinlarni aynan sizlar uchun juda ham zo'rini qilib beramiz. Xo'p, okalar, sarg'ishrog'i bor. 23 ming so'mdan aynan sizlar uchun 23 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, ananaslarimizni 35 ming so'mdan qilib beramiz. Mandarinlarni 30 ming so'mdan qilib beramiz. Greenfruit 24 ming so'mdan keljigar. 14 ming so'mdan noklarimizni qilib beramiz. Obyomi bo'ladi. Xudo xolisa sitrus optimini boshlab olganmiz. Noklarimizni hamma narsalar bor. Xo'p, okalar, Xitoy noki bo'ladi. Juda ham zo'ri, yangi hosili. Kiloga 15 ming so'mdan. Aynan sizlar uchun mangoni donasini 40 ming so'mdan qilib beramiz. Bugungi sanaga xullas. Xo'p, mana bu nokimizni ko'rsatsam, bu nokimiz juda ham zo'ri bo'ladi. Buni sortini bilganlar yozib ketasizlar. Okalar, uzunni ko'rasizlar. Uzunni sizlarga necha pul qilib beramiz? 16 ming so'm yashiga qilib beramiz. Xo'p, bunisini 13 ming so'm yashiga qilib beramiz. YouTube kanali uchun xullas 30 ming so'mdan aport olmalarimiz. Xo'p, chaqchuqlarimiz ham bor. Xudo xolisa chaqchuqlarni ham assortimentini to'ldirib qo'yamiz. Xullas, bemalol do'konlarimiz kelib, xarid amalga oshirsangiz bo'ladi. Rizamat uzumlarni 30 ming so'm, 35 ming so'mdan beramiz. Yaqinlik tarqatib qo'yinglar. Manzilimiz Chilonzor, 20-A kvartal, 13-dom. Xullas, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar. Ma'assalama.